Yukarı leksiyanın devamı vatandaş. Endi bunda anlaysınız. Endi şuna sal koyduk mu demek? Cungu halkını, Xi Jinping'ni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden telegram yollab bayram munosabati bilan tabrikladi dedi. Aqsaroyning tor betidan bu xabarni izlab topqilib olmadi. Cungu Tashqi ishlar ministrligi shunday bayonot e'lon qildi, lekin Aqsaroyning tor betidan bunday xabarni izlab topolmadi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bayram munosabati bilan Cungu xalqini tabrikladi. Agar prezident Joe Biden tabriklagan bo'lsa, faqat Cungu xalqini tabriklaydi. Cungu Tashqi ishlar ministrligi qarab turib, prezident Joe Biden bayram munosabati bilan Xi Jinpingni tabrikladi dedi. Bu yerda sirli taraflar intayin ko'p. Cungu Kompartiyasi bu xabarni 10-oyning 5-kuni tarqatdi. 10-oyning 1-kuni bayram, 10-oyning 5-kuni tarqatdi. Balki Aqsaroy shu kungacha kechiktirgan bo'lishi mumkin. Bu jumlani tushundi. Balki Aqsaroy shu kungacha kechiktirgan bo'lishi mumkin. Bu yerda hozir tabriklayotgan taraf Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi. Cungu Kompartiyasi satchilikka qilishni xohlamay, prezident Joe Bidenning ismini ishiltib, Xi Jinpingga vaziyat yaratib bergan bo'lishi mumkin. Bak shunda deydi-ku, prezident rais Xi Jinpingga vaziyat yaratib bergan bo'lishi mumkin. Aqsaroy Jungdan haydi nima ishlar yuz beryapti? Bilib turibdi. Bu mumkin. Şunlaşqışning jarayoni mana shundoq. Bosh qurildi. Mushu qisqagina 2 yillik ishning jarayoni mana shundoq bosh qurildi. Cungu Kompartiyasi katiboshlarning huquq vaziyati allaqachon qo'ldan ketdi. Demak, bu yerda qaysi boshliqlar asossiz biz diqqat qilayotganimiz rais Xi Jinping, undan keyin 7 doimiy komitet a'zosi, undan boshqa yana qaysi huquqlar. Buni siz bizga hozircha ma'lum emas, lekin meyadagi jumla hozir Cungu Kompartiyasi kattaboshlarining qo'lidagi huquq allaqachon qo'ldan ketdi dedi. Agar mush rost bo'ladigan bo'lsa, bu eng zo'r o'zgarish tamomlandi. Biroq matbuot axborotga chiqishli qilib qoldi. Bosh nima degan to'q shundoq bir qilib qoldi degan hozir shundoq chiqishli qilib qoldi. Demak, huquq katiboshlarning huquqi Cungu Kompartiyasining allaqachon qo'ldan ketdi. Bu vaqtga kelganda ular dushmani Amerikaga tayinib vaziyat yaratmoqchi bo'ldi. Tushundingizmi? Hozir Cunguluqlar Amerikani o'ziga dushman deydi. Amaliyotda Amerika boshdan oxir Cungu Kompartiyasi do'stona munosabatda bo'lib kelyapti. Ammo Cunguluqlar dushman deydi Amerikani. Hozir bugun endi Amerikaga yoki o'zining dushmaniga tayinib vaziyat yaratib Cungu Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byuro Jungdan xayni musha holat saqlab turishning vaziyatini yaratdi deydi. Amaliyotga Cungu Kompartiyasi kattaboshlarining qo'lidan huquq allaqachon. 8-oyning 29-kuni Cungu Kompartiyasi Harbiy ishlar komitetining muavin raisi Zhang Yusha ziyorat uchun Beijingga yetib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan ko'rishdi. Tashqari dunyo bu odatdan tashqari bir ish-ku deyishdi. Qaramoqqa agar Xi Jinping Zhang Yusha bilan ko'rishishga qo'shilmasa, bu ko'rishish mumkin bo'lmagan bo'ladi. Bu so'zning ma'nosi nima? Xi Jinping qo'shilmagan bo'lsa, Zhang Yusha Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan ko'risholmagan bo'ladi. Gap bu yerda hozir rais Xi Jinpingning buningga qo'shilish
qo'shilmaslik huquqi bormi yo'q? Boshqa nima dedik? Butunlay tartib bilan huquq hozir dedik, katta boshlarning huquq tugidi dedik. Agar bu yerda qo'yilgan shartlik jumla shunga Zhang Yuxianing davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan ko'rishishni Rais Xi Jinping to'sib qolgan. To'sib qoladigan bo'lsa, uning huquq bo'lgan bo'ladi. Bugun to'sib qolmadi, uning qo'lida huquq tugidi. Shunga Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Zhang Yuxia bilan ko'rishdi. Bu ko'rishish ishga oshdi. Bu ko'rishish Xi Jinpingning Jack Sullivanga yuz xatiri qilganligimi? Emas. Balki Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan shuni chunqur biladiki, Xi Jinpingning huquq kuchi cho'kib bo'ldi. Xi Jinpingning huquq kuchi yo'q. Zhang Yuxia bu armiya, Jungo armiyasining haqiqiy boshqaruvchisi bo'lib qoldi. Zhang Yuxia Jack Sullivan bilan ko'rishganda kulib turib mundaq dedi. Amerika Jungo harbiy ishlar sohasini bexatarlikni muqim saqlab turishimiz lozim. Demak, harbiy ishlar komitetini kontrol qilgan Zhang Yuxia nima dedi? Xuddi va'da bergandek, Amerika Jungo biz ikki davlat harbiy ishlar sohasida muqimlikni saqlab turishimiz lozim. Demak, bu yerda Zhang Yuxia va'da beryaptiki, davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivanga Amerika Jungo o'tirish harbiy to'qinish qilmaymiz. Qaltis gap vatandosh, qaltis gap. Hamma narsa tinch yo'l bilan bo'lish kerak, boshqa gap yo'q, taraqqiroq yo'q. Hozir Jungo Amerika o'tirisidagi masalaning hammasi hal bo'lish kerak, tinch yo'l bilan hal bo'lish kerak. Chataq yo'q. Zhang Yuxianing bergan va'dasi mana mushuning yaqin keldigan va'da. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 10-oyning 1-kuni o'tgandan keyin Jungoning davlat bayramini tabriklaganligi, Jungning haydi yuz berayotgan o'zgarishni allaqachon bilib turayotganligi, shuning uchun kechiktirib tabriklash orqali qandaqdir bir uchurdan bishorat berganligi edi. Yodingizmi? Mayatni ichib tashlabdimi Amerika Qo'shma Shtatlari, mayli Aqsaray, mayli Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 10-oyning 1-kuni Jungoning davlat bayramini tabriklab edi. Kechiktirdi. Bularning xabarda, matbuot xabarida 2 kun. Men sizga yetkazganda atgan soat 3-kuni Washington vaqti soat 8 da tabrikli. Demak, hisobsiz 3 kundan 3 kundan keyin tabrikladi. Shunga Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerda mayli Aqsaray, mayli davlat mahkamasi xabarni mushu tariqada vaqt izchilligida yoki vaqt o'rinlashtirishida e'lon qilishi, demak, mayli tashqari dunyo, mayli ichki davlat munosabati doirasiga qandaqdir bir uchurdan bishorat bergandek bo'ldi. Shuni ishqi vatandosh, ishlar katta deymishlar. 9-oyning 12-kuni Jungo Kompartiyasi Shangshan munbirini qarshilab ziyofat berganda, Shangshan deyilganda harbiy ishlar klubi butun dunyodan 40-lik davlat boshliqlari bor, harbiy amaldorlar berib Amerikadan bu yil baduga berib tabriklaydigan yoki harbiy ishlar dunyoning tinchligi to'g'ri suhbat qurgan salon. Bugun shu Shangshan munbirini qarshilab ziyofat berganda Zhang Yuxia tabrik so'zlab mundaq dedi va murojaat qildi. Yer shari bexatarlik planini o'rtaq maslahatlashimiz. Tinchlik, bexatarlikni o'rtaq planlaymiz. Qanday vatandosh? Yo'q, ya Allah. Qudratdan aylanay Amerika. Talantingizdan aylanayli Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden. Demak, o'rtaq maslahatlashimiz, tinchlik, bexatarlikni o'rtaq planlaymiz. 9-oyning 13-kuni
Жаңыша Cungo armiyasının kumandanlık məşq qilish murosimiga qatnaşqanda kumandanlıqni eg'izga oldi, lekin siyosiy tarbiyalashni eg'izga olmadi. Buning ma'nosi nima? Agar armiya ishlarida siyosiy tarbiyalashni eg'izga olish kerak bo'lsa, chuqur Xi Jinpingni eg'izga olish to'g'ri keldi. Demak, buni eg'izga olmagan ekan, Xi Jinpingni eg'izga olmasligi uchun armiyada siyosiy tarbiya elib berishni eg'izga olma dedi. Türlük alametler görüştüp verdi ki Beijing'in siyasi vaziyetinde zor özgürlüş yüz verdi. Başlayayım dedik. Katta başlarının bütün hukuku tartışıp elin. Beijing'in siyasi vaziyetinde intayın zor özgürlüş yüz verdi. Bu özgürlüş yana devamlı şuvatıda. 10. ayının 1. gününden kim belki tehimi köp işla aşkarı bulap. Otları çıkıdı. Tört gözümüz bilen kütüp törümüz deptu haber yazgıcı ve tahlil kılgıcı. Men hem sizge yetközgücü de 10. ayının 1. günüden keyin Cungo vaziyetiga münasebetlik tehimi köp vakalarının otlarga çıkışını tört gözümüz bilen kütümüz vatandaş.